Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan kanal Aziya Avto va men Ali. Bugun bizdan navbatdagi mijoz Chevrolet Cobalt. Xo'sh, muammo nima bo'lgan? Оборот o'ynab qolishi, ya'ni droshka zaslonka to'yilib qolgan, zaslonkasini yuvib beryapmiz. Moyni almashtirish vaqti, ya'ni avtomat korobka moy almashtiryapmiz va yana bitta narsani aytishda, drive'ga faqat oldinga yurganda gaz bosgan vaqti udar bo'lyapti deb aytishdi. Metallический звук, ya'ni taqillagan ovoz bor deyishdi. Hamma yerni tekshirib ko'rdik va aybini topdik. Yaxshi keling ko'rsataman. Nima bizimda ovoz chiqaryapti? Mana shu yerga ko'rinyaptimi? Yaqinroq. Masalan, tosh kirib qisilib qolgandi bu yoqqa. Har drive urganda oldinga, orqaga bo'lgan vaqtda irchak tosh mana bu temirga tegib ovoz chiqaraveradi, taqillagan ovoz chiqaradi. Hozir yechib buni aparatni yechib tashlab qo'yamiz. Bo'ldi, hammasi yaxshi ketadi. Bunaqangi qiziqarli ma'lumotlar va layfhaklarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'ling, albatta like bosing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim. Sog' bo'ling azizlar.